Buni bilmasangiz bo'lmaydi degan rubrika. Siz vichka olmoqchi bo'lganingizda, uni filtri qanaqa bo'lishi kerak? Sechni yoki bafilni. O'zi ikki xil filtr bo'ladi. Bularning o'rtasida nima farqi bor? Kelinglar, men sizlarga buni tushuntirib beraman. Sechni bilan bafilning havo ushlab qolish darajasida hech qanaqa farqi yo'q. Sifati bir xil bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa, bu ham xuddi shunaqa havo ushlab qola oladi. Lekin buni tozalash jarayonida ozgina qiyinchiliklari bor. Chunki bu birinchi versiya hisoblanadi. Bafilnikda bo'ladigan bo'lsa, bunda shu narsalar bartaraf qilingan. Bu jaydari xohlagancha yuvib, chayib, bemalol ishlata olasiz. Bu sal nozikroq qilib ishlangan. Buni strok slujbasi kamroq bo'lish ehtimoli bor. Bunda qattiq metalldan ishlangani uchun bu strok slujbasi ko'proq bo'ladi. Bu ko'proq yil xizmat qilib bera oladi. Agar siz vichka olmoqchi bo'lsangiz va sizda shunaqa ikki xil variant turgan bo'lsa, sizga men maslahat bergan bo'lardim. Bafilnikni oling. Birinchidan ko'proq yil ishlaydi, keyin oson tozalanadi. Bu narsa sifat darajasi bir xil doman tortishadi. Shuning uchun bu narsani tanlaganingiz siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Ma'lumotni bilib oldingiz endi. Har xil assortimentda Laretto brendida sifatli vichkalar bor. Xohlasanglar bunaqasidan, xohlasanglar bunaqasidan. Bemalol murojaat qilasizlar. Video yoqqan bo'lsa bitta anaqa qo'rasizlar.